Bu videomiz zal yuritadigan, ya'ni fitness zal yuritadigan insonlar uchun juda ham kerakli video hisoblanadi. Ya'ni mana shu mexanический begovoyni hozir sochib, qaytadan teramiz. Bu yerda hozir kasalligi bor, ya'ni harakatlanayotganda shiqir etgan ovoz chiqyapti. Biz bunga diagnostika qo'ydik, ya'ni ichidagi pachimliklari uje charchagan. Xuddi shu almashtirishni hozir sizlarga o'rgatib o'tamiz. Bu yerni olib qo'ydik, uje video davomida, videodan oldin bu joyini olib tashladik, ya'ni video qisqaroq bo'lsin deb. Va bu tomonni sizlarga hali olib birma-bir ko'rsatamiz. Videoni oxirigacha tomosha qilingizlar. Hozir biz aybini topdik bu narsani, ya'ni aybini topib ham sozlab ham bo'ldi. O'rtada video uzilish bo'lib qoldi. Mana shu lentani tagida mana shunaqa bir qator pachimlik ketgan bo'ladi va mana shu kolsani ichida xuddi mana shunaqa pachimlik bo'ladi. Shu pachimlik uje tamom bo'lgan ekan, mana shu luft bo'lib qolgan, ya'ni oldinga orqaga liqillab qolgan. O'shani hozir almashtirdik, mana unaqa luft yo'q bu yerda, ovozlari chiqqani yo'q. Va qolgan joylarini ham ko'rdik. Hozir endi buni bitta cho'tka qilib artamiz va ma'lumot qiziq bo'ladigan bo'lsa, mana yerda skorsi bor buni. Mana hozir mana shuni o'ynataman. Tomosha qilingizlar. Mana shu narsa xuddi og'ir yengil qiladigan narsa. O'zimizga torttirdik, uje mana baraban qiynalib aylanadi. Buni ham mana bu yerda ligirofiya qiladigan joyi bor va bu yerda ligirofiya qiladigan joyi bor. Okalar. Hop. Tak, hozir buni bizlar bitta pachimlik almashtirdik va bu yerdagi rementini ham bitta moylab qo'yamiz, saldorlab qo'yamiz va changlarini polni tozalab qilamiz, artib tozalab qo'yamiz. Raz buni ochgandan so'ng polni hammasini texod qilish kerak, ya'ni polni ko'rib chiqish kerak. Bu yerda pachimliklar bor. Bu yerdagi pachimliklar bor. Hammasini moylab cho'tka ideal holatga, yangilik holatga keltiramiz. Lentani ochishni so'raganlar uchun, ya'ni bu begovoy yoki bunaqa begovoylar lentasi qanday ochiladi, qayerdan ochiladi, shu qiziq bo'ladigan bo'lsa, biz keyingi videolarda olib chiqamiz. Bizga obuna bo'lishni unutmang. Shunaqangi zal tomonlama, trenajyorlar tomonlama qiziq videolar kerak bo'ladigan bo'lsa, bizning profilimizga obuna bo'lib qo'yingizlar.